Hi everyone, welcome to Gaya, and today we will learn lesson 17, always young. Okay, sağolun yaxshimizlar. Yana bizning darsimizga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'yin dars, always young. Hamsa kitoblarniki nahwu shu darsni ochsanglar, bugun shu o'yin darsida to'xtalamiz. Undaqda shu darsimizni boshlashdan burun oldida bir shu o'tgan darslerimizda o'rgangan eng muhim nuqtalarni bir qatam takrorlab o'tamiz. Okay, endi bo'lsa oldin qatamliq darsimizda aytamiz, ular ko'p takrorlanglar. Takrorlanglar. Qancha ko'p takrorlasanglar, shuncha yaxshi. Okay. Undaqda darsimiz kelaylik. Put the letter together. Okay. Hamsa arkadaşlar, bu xatlarni ko'ra oldingmi? Okay, bo'lsam shu xatlarni biriktirib, qanday desanglar, biriktirib bir so'z yozib boqsanglar. Qaranglar. Okay, masalan in T E R U P T. Yaxshi. Bu nima so'z desanglar? Interrupt. Yaxshi, interrupt. Interrupt deganimiz nima? Gapini bo'lib o'tmak, shunami? Gapini bo'lib o'tmak. Seni qarab qo'yinglar. Qaysi so'zlar bor ekan? Interrupt. Ondan keyin qaysi so'zlar bor ekan? Qarab qo'yinglar. Yaracha? Okay, C. Okay, yaxshi. K R E T A R Y. Bu nima? Secretary. Okay, secretary deganimiz nima? Nima bo'ldi? Katib. Ondan keyin N E R V O yanacha O U S yaxshi. Bu nima bo'ldi? Nervous. Okay, nervous. Nervous degan so'z bo'ldi. Az keyingisi qarab olsak nima? F O, okay, and then D. Afford. Yaxshi, afford. And afford deganimiz nima? Desam, chiqish qila olmoq, nima? Okay, afford. Yaxshi. And the keyingisi T R A F F I C traffic. Yaxshi, traffic degan qatnash nima? And nima bo'ldi? M I N bu nima bo'ldi? Desanglar, okay, reminder. Okay, reminder. Demek endi mana so'zlar qanday desanglar, shu intayim muhim bo'lgan oldingi darsimizda afford, interrupt, secretary, nervous, reminder, traffic. Yaxshi. Shu oldingi darsimizniki teksti. So'zlar, sorry. Bu bo'lsa shuni bir tafsiliy yodlab etsanglar, texam yaxshi. Qaranglar bo'llar, find a cracked phrase. Find a cracked phrase. Bu shu belgilardan shu to'g'risini o'zingizlar bir tep chiqinglar. Nima? Birinchisi qaysi? Birinchisi nima? Nima ekan u? Okay. Yeah, obey the rule. Shunami? Endi aniq qarabdi. Nima qilam? Obey the rule. Qoidaga bo'ysuning deb, shunami? Obey. Okay, and obey degan bo'ysunmoq, shunami? Endi ikkinchisi nima desam, get a ticket. Good. And bir yezib o'tib shunami? Shu jarimani qo'ymoq, jarimani olmoq, shunami? Uchinchisi it's street sign. Okay, endi ko'chalarga yo'l belgisi bor-ku. Shunday street sign. All right, what about number 4? To'rtinchisi. It's okay, heavy traffic. Yaxshi. Heavy deganimiz eg'ir shunami? Heavy traffic deganimiz hisobda shu qatnash qisqanchilik. Ana aytdi, aradiyan deymiz traffic jam. Qatnash murabbasi deb qo'yamiz-ku. Shunga o'xshash heavy traffic. All right, what about number 5? Okay, number 5 is okay, area of picnic. Okay, area of picnic. And some resim qarsanglar, bunda davlat tamoq yeydigan bir rayon ekan, shunami? That's area of picnic, shunami? Keyingisi 6-si bir narsa yozib qo'yapti. Nima ish qilishga? Okay, so write a note, shunami? Write a note. Okay, 7-chi. Don't forget. And don't forget bo'lganligini bu reminder bo'ladi, shunami? Reminder. Okay, endi birinchisini tartib o'qib baqsaq, birinchisi ekan obey the rule, get a ticket,
street sign, heavy traffic, okay, an area of picnic, write a note, okay, and also a reminder, okay, reminder. Okay guys, әмсә өткен кірәшіміздің айтайым ойын болған грамматик қысмыны мәрісала, өз қыстырым жүмлі, аяны бірге өзләштірім жүмлі. Ары бұны джей үй білән, джей үй дейміз. Әз қарап яғынла, мәсән, I often play with my dog. Мәсән, she says that, and she says, o deydu ki, and İngiliz almışıdır ma'nalışın ama, she often plays with her dog. With her dog. And then, əgər she said bu pasçı, she said, o dedi. Ama, she often played with her dog. Əgər addi hazırlık zaman bu istəqət İngilizlam almışıdır olsa arkadaşlar, ayının ornuna she almışıdır. Ama, əgər həm də ötken zaman bu qalsam, yer ki, aynı əsqandarsan almışıdır. O bu sümünü məsələn, bir zaman keyini yanadı. Məsələn, I often play with my dog. Addi hazırlık zaman şunda ama, addi hazırlık zaman boğandı diken, bir zaman şalaqqanı keyini yansa, addi ötken zaman oldu. Demek, she said that she often played with her dog. Played with her dog. And the king said, I had a walk this morning. Alright? I had a walk this morning. And the miyarike, o men qana qıldım, bugün ettigen piyarımında bir sayılı qıldım, yakmağdım. So she says that she had walk. Okay, and she had a walk. İngilizlam anlaştı. Eğer ötken zaman bolsa, yana bir zaman yeni. And ötken zamanın ki, ötkeni bir zaman keyine gelsin demersen, ötkeni bir zaman keyine olsa, ötkeni kaylandı. Demek ki had done şekli. So she had a walk. Ma bir had degen gramatik kurulma, yana bir had degen demersen, şu have'nin ki, üçüncü kıl şekli. Have, had. Onun ki bana oxşab ketgan yana bir şekil demersen, ama sen demek, hazırki tamamlangan zaman, bitken zaman. Mesela I have read a lot of books. Ben nurgun kitabını okup oldum. Ama o nemi dedi ise o deydi ki she has read a lot of books. And o nurgun kitabını okup boğanlığını deydi o. O nemi dedi ise o dedi. Ana she had read a lot of books. And the ki had done. Bu şu sen de ben çanamı bir zaman kayına göndermesek değil mi? Ötken zaman kayındı. Demek ki ötkenin nemde düşünsek buldu orası. Mesela ben tünügün çüşte öyle çiğge vaxtımda alhımalı bunun tamak itip optiken. Demek ki sen öyle geçirişanlım ötken zaman. Yani abanlan tamak itişe şu ötken zamanda burun yüz bergeş. Mesela mabina ben toğuluştum burun senilip optiken. Degendek çoğum. Demek ki bula şu ötkenin ki ötkeni. Mesela I will buy a new bag. Okay, and then benim neymiş kılmakçı? Ben bir yeni somki setip almakçı. Hem de addi kelgü zamanın ki o. Oxşaşlam addi hazırlamaz. She will buy a new bag. Eğer what did he say? He said that he would buy a new bag. Hem de bu şu addi hazır zamanın ki bir zaman kendine gandırıyorsak, ötken kelgü zaman kaylandı. Ötken addi kelgü zamanı bir zaman kendine gandırıyorsak, ötken kelgüsü zaman kaylandı. Nime? Ötken kelgüsü zaman. Ötken kelgüsü zaman. Ötken kelgüsü zaman. And then, mesela, I'm crying. What does she say? Okay, she's crying. And then, ötken zaman bu. She was crying. And then, hazırki davamlaşıvatkan zamanın özleştirme cümlesi ötken davamlaşatkan zaman. And then we had been to 10 countries by last year. And the manangcho, he says that he had been to 10 countries by last year. And then that one do that and he said, he had been to 10 countries by last year. And then ötken zaman bozcu. And ötken pütken zamanın ki, oxşaş yani şu ötken pütken zaman buldu. Canılma? He said that he had been to 10 countries by last year. Alright, and the mesela, if you are tired, what will you do? If you are tired, what will you do? If I am tired, I will
degandek. If you are thirsty, what would you do? If I am thirsty, I will. Demek ki cümle şekli qanday desanglar, masalan, şu şartlik cümleler. Arada şartlik cümlelere agar cümlenin oldi, agar mandaq bo'lsa, shu shart mandaq bo'lsa, keyni qanday desanglar, şu asosli cümle va oldi so'nggi shundami, asosli cümlesi qanday bo'lishi kerak desanglar, kelgusi zamonda bo'ldi. Masalan, if you are hungry, what will you do? Agar siz qo'shingiz asa nima ish qilsiz? If I am hungry, I will, okay, masalan, I will cook. Shunami? I will go to a restaurant degandek. Masalan, if you are thirsty, what will you do? If I am thirsty, agar men usab kelsam, I will drink water. Okay, I will drink water demakchi. Men suv ichaman degandek. If you are tired, you can if you are tired and that ma'vola chin taydonslarni ishlatib desanglar, agar erib kelsangiz siz manda qilsangiz bo'ladi. Agar manda bo'lsangiz manda qilsangiz bo'ladi. Shunami? Maslahatlar qistika. Hamda if you are tired, please, hamda o'tinish buyruq ma'nosida qanday desanglar, keladi. Masalan, if you are late, please leave. Agar kechikib qolsangiz, keting, aralang. Shunami? Degandek. Demak, hamda shu if bilan boshlangan savollarniki shunday bo'lgan gap. Xo'sh, savoldoshlar, hamsa biz u yerdan darsimizga kelib ketdik. Takror mushagich bo'lsin. Always young. Okay. Aniqda bugungi darsimiz nima to'g'riliq desanglar, my aunt Jennifer. Okay, Jennifer. Okay, hamsa qaranglar. Bo'lsa, shu darslarni bir oldin bir ko'rsanglar texim yaxshi. Bugungi bu dersimizdeki Jennifer, my aunt, meaning hammam, Jennifer, qanday desanglar, what's her job? Endi qarab qo'yinglar bu rasmga. Sizlarning o nima xizmat qilgan bu? What's her job? Actress, ayol artistmi? Shop assistant, nima? Prikazchikmi? Teacher, yo o'qituvchimi? Sizlarning nima ish qilganda bu? My aunt Jennifer. Okay, mesela nimde karar görüyoruz burada herkes shop assistant emas, teacher emas, nimde qiladi? Actress. Yeah, exactly. You know, she is an actress. O bo'lsa bir ayol artist. Artist deymiz, actor deymiz bu. Endi ayol artist bo'lsa actress. Aytyapsiz. How old is she? Sizlarning necha yoshda? 25, 30, 35 years old. 25, 30, 35. Sizlarning qancha yoshda? Okay, and the text mazmuniga asosan at least 35 years old, shunami? So, qarab baqsaq, she often show up on the stage as a young girl, right? Show up on the stage. And the next musharaka show up degan paydo bo'lmoq. Daha chiqmoq, shunami? Ana bu yana nima desak bo'lar? Appear. Okay? And appear deganning ma'nosi nima misol musharaka? Paydo bo'lmoq. And on the stage deganimiz sahna. Okay. Demak, unda u doim sahnaga nayt bir yosh qizvol sifatida qizvol bo'lib qanday qilgan chiqargan. Odatda artistlar shunaqa. Masalan, Amirxonni masalan 40 nechalarga kelgan. Anda Shahrulxon, shunami? Shahrulxonning yangi yaqinda bir kino chiqmoqchi ekan, kelib o'tkazishnikan. Demak, anda shuningdimi? Masalan, yangi kinolarda qanday desanglar, ayt shu 27 yoshlarniki muhabbat filmlarda rol olib chiqadi. Shunga o'xshash ham bu shu artistlarniki unday qilganlar intayin jiq. Chunki gram ko'rsatasizmi? Qir ko'rinmaydi. Amaliyot ko'rsanglar uncha ularni yashamas hamda. Lekin hamda shu suratga olish texnikasi qanday desanglar, aytsa yaxshida hamda. Demak, hamda she often appears, demakchi paydo bo'lmoq, ko'rinmak. Demak, appear degan paydo bo'lmoq. Sahnada paydo bo'ldi. Aytdi, yosh nima to'g'ri? Nima bo'ladi deysizlar? Yosh bir qizchaqning rolida, yosh sutira. Ana bu yerga stage, agashonlar stage. Yaxshi. Stage masalan Jennifer tug'an shu ya'ni deymiz stage sahna. Sahnani stage deymiz.
And a bright red dress or dark red dress. And a bright. And bright deganimiz nurluq, nayt uchuq degan gap. A bright red deganimiz nayt uchuq qizil degan gap. And the dark red deganchi qiniq. Nayt qiniq qizil rang. Sizlarchi bu rasmda ko'rib o'tibsizlar? Sizlarchi nayt uchuq qizilmi yoki qiniq qizilmi? Of course, it's a bright red dress, right? Rasm qarasanglar, o nayt bright red dress kiyapsizlarmi? And a bright deganimiz shu aniq uchuq shunami? And long stocking kiyaptimi yoki short black socks. Okay, long stocking. A long stocking deganimiz uzun ayollarning uzun paypoqi bor. Uzun paypoq. Shuni long stocking deymiz. Socks deganimiz yo'q desanglar, socks deganimiz qisqa paypoq. Okay, qisqa paypoq. Okay, a long stocking deganimiz ham ayollarniki uzun paypoqni long stocking deymiz. Ana bu yerga socks, socks degan paypoq. And the nima desanglar, ikki pay emas, men shuni ikki tal socks. Xo'sh, hamsa bugungi dersimiz kelayli. Bugungi dersimiz hammam Jennifer to'g'risida. Endi shuningda intayin muhim bo'lgan, nayt zarur uchraydigan bir necha yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik savolashlar. Yangi so'zlardan keyin hamsa nima kelsak. All right, endi qaranglar so'zlarga. Qaysi so'zlar deb aytinglar. Mesela bir sözünü görüyorlar, sehrgarlık oynayımız. Görüyorlar, hazır mı yuşurup koyma, oya oynayımız hapsılcı mı? Okay, bunun bright, stalking, sog, appear, stage. Kaysa? Aha, baca. Okay, baca. Alright. Hoş emsa, ne oldu? And welcome to Egg Family. Okay, emsa. Ama şu egg oils'ga kelganlarni qarshi olamiz. Amsa qaranglar, bu qaysi so'z? Deb bo'la. Yaxshi. It's stalking, good. Macho. Bu qaysi so'z? Yeah, it's appear. Macho. It is socks. Okay, what is this? It is stage. Eng oxirgi qilib qolgani qaysi? Bright. Yaxshi. Qaranglar, bright. Yaxshi. Bright. Stalking. Sock. Appear. Stage. Bright. Okay, bright. All right. Siz arkadaşlar, bizniki tekst kelayli. Hamda bugungi darsning teksti nima bor desanglar, shu Aunt Jennifer life. Hamsa hozir sizlar mushniki anglash qismini bir anglaytinglar, anglab endi mening ustida bir necha to'ldirgan yerlar bor-ku. Sizlar shuni bir to'ldirsanglar. All right. Lesson 17. Always young. First listen and then answer the question. Why doesn't Aunt Jennifer tell anyone how old she is? My Aunt Jennifer is an actress. She must be at least 35 years old. In spite of this, she often appears on the stage as a young girl. Jennifer will have to take part in a new play soon. This time, she will be a girl of 17. In the play, she must appear in a bright red dress and long black stockings. Last year, in another play, she had to wear short socks and a bright orange-colored dress. If anyone ever asks her how old she is, she always answers, "Darling, it must be terrible to be grown up." Okay, look, this is Aunt Jennifer's profile. And bu Aunt Jennifer'ning qisqacha tanishtirilishi ekan. Hamsa bularniki muhim yazlar qaranglar. Birinchi name, of course, it's Jennifer, right? Age at least. Bu Aunt Jennifer'ninki yashi kim deganda nima? 35. What about job? Xizmatchi?
actress. Nice, yaxshi, actress. Yana work experience. Endi sizlarmi keyincha shu qisqa tunishtirishinglarni xizmat izlaydigan yak berganda shu tondek tartib bo'ldi. Masalan, your name, your age, your job and work experience. Work experience. And also like your educational background. Educational ma'arif background oqtirishinglar. Ama şu mağar park görünüşünüz. Mesela qaysi mektepte okudunlar, qaysi yerinde. Onu deken şu o'qituvchi bo'lib deyman, endi men şu maktab emas bo'lganki o'qitishini gapini qilibman. Adətən şu şirkat korxonalarga qabul qilgan eng qaraydigan nima desangiz sizlarniki şu work experience. Work experience. Demek oliy maktab vaqtida mesela qanday yerlarda şu praktik qildi, bu eng muhimchi. Şuna şu oliy maktab o'qiyotgan o'quvchi bo'lsangiz, bo'lsa şu ta'tillarni ash fursatni qattiq qo'ldan bermang. Til o'rganish muhim. Ularga hech bo'lmagani bir qatam, ikki qatam şu shirkatlar haqsiz bo'lsa-mi, qanday desanlar, cho'qim bir praktik qilish kerak. Bu praktik qilgandan keyin ahamiyati intayin zo'r. Intayin zo'r. Mayli haqsiz ishlasanglar, hatto pul berib sizlar ishlasanglar, cho'qim qanday desanlar, bir ishlab ko'rib beqish kerak. Cho'qim bir aminiyatni bir qanday desanlar, tushunib beqish kerak. Onun için keyin o'zingizning achchanlisi yozganda men intayin yaxshi hamda. O yezishlar emas, hamda o faqat bir qog'oz yozdik narsa. Lekin hamda mishara eng amaliy bir, eng aqlli bir narsani tushunish uchun ishlash jarayonida. Bu odatda ishlagan bola bilan ishlamagan bolaning osmon bilan farqi bor. O odam ishlab baqaram, cho'qim ish biladi. Bir ishni qanday qilishni biladigan odam bo'ladi. Şunun başında intayin qatqizsan. Work experience, xizmat tajribasi bo'lsa, last year in another play she had to wear, okay, endi o'tgan yil nima kiyishga majbur bo'lganda, nima kiygan desanlar, short socks and a bright orange colored dress. Yaxshi, demak endi shu vaqtda nima kiyishga bo'ladi desanlar, orange colored dress. Okay. Soon she will take part in a new play. She will be okay. And the pat yaqında o take part in degan qanday tushunaman? A new play. Nimaga? Yangi bir o'yinga qanday tushunaman? She will be a girl of 17. Ana u bo'lsa bir 18 yoshlik nimning roliga chiqar ekan? Bir qizvolning roliga chiqar ekan, tushunaman? O bir 18 yoshlik bir qizchaqniki roliga hamda chiqmoqchi ekan. Okay, you know, her belief o'shaniki, it must be terrible to be grown up. Okay, nima desanlar? It must be, cho'qim shunday bo'lib ketadi. Terrible, night, qo'rqinchli to be grown up, yo'g'on bo'lib ketsa. Demekçe çoğun olup gelse, yeşil ait çoğun olup gidip kalsa, yani mesela must be çoğun bir ait körümsüz ait set olup gidiyor değil. Demek hem de başka yeşil sosun dedi. Oh darling, it must be terrible to grown up. Demekçe o çoğun olup gelse, demekçe yeşil çoğun olsun ait set körümsüz olup gidiyor. Kara men degen ait set tank olsam, ait çıraylık olsam, men degen onda çoğun emas demekçe. Demekçe hech kim emasdan hamda men taga yeshimon çoğun emas, men taga go'zalligim texchi bor, men taga yosh demekçe. Shunami? Agar yeshim çoğun bo'lib ketsa, qaranglar, cho'qim sat bo'lib ketdim deydi. Tushundingmi? All right. Okay. Look at the board, guys. Look. It's true or false. To'g'rimi yo xatomi? Number 1, my aunt Jennifer is 30 years old. Is it true or false? True or false? Oh, it's false, right? She's at least 35. You know, she's taking part in a new play now. Okay. Hozir bir yangi bir o'yin qatnashadi. Qatnashadimi? No, false. She will be take part in. O qanday qilmoqchi, qatnashmoqchi. And she will be an old lady in a play. O bir o'yanda bir qari bir ayol bo'lmoqchi. True or false? Of course, it's false, right? She's a young girl, young lady bo'lmoqchi, young lady, huh? She must wear a bright dress and long black stocking.
Hamda u cho'qim qana qilish kerak ekan? Uchuq qanda ko'ylak hamda qora uzun paypoq tortish kerak ekan. Tushunamizmi? Demak, hamda bu bright night ochiq rangli kiyimlarni yoshlar kiyadi, tushunamizmi? Bu shuning asosan nima desam, shu yaxshi bo'lib chiqmoqda. Yeah, it's true. In another place, she wore a short socks and a bright colored dress. Is it true? Yeah. Anayt shu o'tgan yana bir nimada anayt qisqa paypoq hamda anayt ochiq rangli bir ko'ylak kiygan. Tushunamizmi? She likes to be an old lady and u be qari bir ayol bo'lg'isi bor ekan. Tushunamizmi? No, it must be the terrible to be grown up. Tushunamizmi? Va yo'g'im bo'lib ketsa, yeshchim bo'lib ketsa, anayt satib ketadi deydi, tushunamizmi? Shunga asosan no. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizning nihoyatda mag'zi, bugungi darsimizning nihoyatda javhari, muhim yeri language focus. Language focus. Xo'sh, hamsa bugungi language focus qaraylik. Endi bugungi darsimiz nima desanlar? She must be at least 35 years old. Ana misharki at least, at most, mushkinasi. Demak, I don't know how many they are, but okay. Asma resimdagi odamlar qaranglar, men bularning qanchalik odamligini bilmayman. Biroq, masalan, at least 10 people, at most 20. Tushunarmi? At least deganimiz misharki en kamida, en az deganda. Demak, hamda masalan tekstni en kamida 10 qatim o'qing. Read at least 10 times. Okay, read at least and at most bo'lsa en ko'p deganda. En ko'p bo'lganda deganda at most deymiz. Masalan, they are at least 10 people there. They are at most 20 people there. Tushunammi? En ko'p bo'lganda 20 dan, en oz deganda-chu 10 dan. 10 dan. Xo'sh, hamda ikkinchisi, in spite of this, she often appears on a stage as a young girl. And bu language focus chiqqan, ya'ni sizib olamiz jumi, sizib degan yezib kitob deganni vaqti mehnat qo'yamiz. Ammo kitob mehnatimiz ko'giz kelmaydi. Shaxsan men ayni vaqtda men ishlatgan shingayning kitob, manchalik kitob bo'lgan mondo bo'lib ketgan. Bu qanday bo'lganligini uqmayman, yomon semiz-ku hamda. Tul yodlaydim-ku, vaqti yodlaydim degan, naydi bir xil qomusdek bo'lib ketgan, naydi bo'dak. Kitoblar bo'dak bo'lmaganlar yaxshi o'rganmagan degan gap shu. Yazıtımda vaqti yezitdim. Hatta ba'zilarga choplaydigan narsa bo'lsa choplab. Yetadi qo'ymasdan muhim narsalarni yozib qo'ysan, abayqisni masalan at least, at most. At most degan eng ko'p deganda, at least degan oz deganda. Buni yozib qo'ysa bo'ladi. Demak, mana the in spite of this. Qaranglar. I went out for a walk although it rained. Qaranglar, ma kunlikchini ish qo'yibdi. Gerçi yağmur yağsımı, men sırtqamında o saylık qilmangıla chiqdim. Demek ki, muşundaq bir ahvol yuz berişidan qat'iy nazar, gerçi mandaq bo'lib ketsimi, yana qanday qildi? Mana qildi. Mushunga o'xshash hamda mushun masalan mana qarasanlar. I went out for a walk in spite of the rain. Endi bu yerga in spite of bilan mushkisninki qanday desanlar, bir farqi bor. Masalan, although yoki though ning keyindan bir clause keladi, bir so'ngju keladi, bir beqindi jumla keladi. Although bilan though keyindan jumla keladi, vallah hargiz ism yoki ma'lum bir birikma kelmaydi. Tushundingmi? Bu shu ma'no keyindan jumla. Lekin biroq ammo in spite of ning keyindan ism yoki harakat nom keladi. Demek hareketinin nomi. Mesela hareket fiil deymiz ama turmak. Turuş. Sözlemek. Sözleş. Yığılmak. Yığlaş. Külmek. Külüş. Demek. Demek ki şuna o'xshash. Külüş. Külmek. Demek. Demek in spite of degan shu külüş, yığlaş, turuş. Lakillik ekanlar. Demak, iniq qilsanglar bo'lsin, kitoblarning o'chmas yeriga yozib qo'yinglar. Nima? In spite of
bilan although. In spite of bilan although. Xo'sh, endi keyingisi qarasak, nima bor ekan desanglar? Last year she had to wear short socks and bright colored dress. And then we shall fill in the blank with the correct form of wear and put on in dress. And then we shall mushu wear. Ma wear deganimiz nima desanglar? Kiyiklik. Adat shuni bir altini kiyiklik altini ifodalaydi bolalar. Masalan, Susan is wearing a black silk dress. Okay, a black silk dress. And the qara bir ipak ko'ylakni qanday qilyapti? Kiyyapti. Kiyiklik. Demak, shu kiyiklik olti shunami? Shu kiyib olgan olti masalan, I am wearing a gray sweater. Okay, mana sweater deymiz, shunami? Yoki nima purple shirt. Demak, I'm wearing men hozir kiyiklik. Demak, endi o'sha kiyiklik oltini ifodalaganda wear ni ifodalaymiz. Endi put on chu. Masalan, put on your coat, put on your shoes. Shu kiyishni harakatni bildiradi. Masalan, she put on her coat and hat and went out. U shlapsni, paltosni kiyibla sirtqa chiqadi. Kelganda demakchi shu bir harakat, shu kiyib qana qildi, sirtqa chiqadi. Tushunami? Endi be in deganimiz nima desanglar? Buningda shu ma'ning ishtirok ko'pincha masalan marangli kiyimni kiyib olgan. Shu umuman altini ifodalaydi. Masalan, in red, in black. Shu bir bevosita shu ta'kidlaydigani, chanqoq qildigani nima desanglar shu bir holati. Nima u mandaranglik bir narsa kiyildik. Masalan, look at the girl. Shunami? Look at the girl in black dress. She's an actress. Oh, qora ranglik ko'ylak kiyib olgan ayol qarang. U bo'z bir ayol artist. Demak, in red dress, in black dress yoki in red, in black deydigan gap bor. Bu hisobda nima desanglar? Shu bir oltin ifodalaydi. Endi dress deganimiz shu bir narsa kiygizish. Nima? Masalan, he is too young to dress himself. Okay, endi o tehe kiyim-kechak kiyishga intayin yosh. He is too young to dress himself. Yoki o'zini yasanishga, kiyim-kechaklar yasashga, bezashga, kiyishga qanday desanglar, o tehe yosh deydi. Demak, endi dress. Tushunami? Dress. All right. Albatta, qaranglar. It must be terrible to grown up. It must be terrible to grown up. Endi nima desanglar? Shu bir cho'ngib ketishni aytib bir terrible ish. Tushunami? What about children? Endi nima adult. Endi bu yerga children degan bolalar, adults degan nima? Qur'oniga yetganlar, yoshlar, tushunami? Masalan, when children become adults, they are grown up. Endi shu bolalar shu adult Qur'onga yetganga aylanganda ular nima cho'ng bo'ladi. Endi grow up degan shu cho'ng bo'lmoq, tushunami? Grow up. Grow up. Bo'ldi. Endi mana biz bugungi darsimizningki grammar focus qilib ketdik. Endi bugungi grammar focusdan nima desanglar? Qaranglar. U bo'lsa men time muhim bir nuqta. U bo'lsa mana fill in the blanks with must, have to, had to. Endi buning aniqlamasini bir oddiy deb etsak, must deganimiz nima desanglar? Nayt qilishga ketishlik zo'r ishlar. Bu ko'pincha nima desanglar, o'zingizga subjektiv, demakki o'zingizning ichidan qaynab turib, mana qilsam bo'ldi ekan deb o'zingizga so'rab qilgan ishlarni must deysizlar. Masalan, I must study English desanglar. Oh, English degan oh, English is very interesting. Oh, I love it. I love it. I must study English nama. And I have to was at in time nama. Oh, yo, at in time. I have to study English. Nay, zo'rlik bilan shunami. Bu demakchi hamda sizlar xohlamasanglarmi qilg'ashlar. Masalan, I have to study English. Demakchi men ingliz tilini cho'qim o'rganmasam bo'lmaydi. Demakchi sizlar xohlamas cho'qim sirtqi mo'yislarga majburlar shunami? Shunga have to. I have to study English. Chunki intamda o'tamasam jadam meni esib qo'ydi. Degandek. Okay. And she must be at least 35 years old. U kamida 35 yosh. Endi miyarki must be degan cho'qim. Demakchi sizlar bir
hozirgi zamondagi ma'lum bir nimaga nayeti o'zingni 90% ishonch qila olsanglar, 90% jazm qila olsanglar, shuningga cho'qim manda deganda must be'ni ishlatamiz. O cho'qim ta'mirmanchash. Demak, buning aniqligi 90%, hargiz 100% emas, vallah. Agar 100% bo'lsa, she's 35, kifoya. O 35 yosh. Bu nayet aniq narsa, shunami? And Jennifer will take part in a new play soon. Have to. Qanday qilish kerak? Cho'qim qatnashish kerak. Demakchi, u xolamdu, xolamamdu o'xshash qatnashish kerak. She will have to take part in a new play soon. U cho'qim yangi o'yin qatnashish kerak. In the play, she must appear in a bright red dress and long black stocking. U cho'qim qanday qilish kerak? Mesela appear paydo bo'lish kerak in a bright red dress. Nayt uchiq ranglik nimada? Qizil ko'ylak hamda long black stocking. Uzun qora paypoq kiyish kerak. Va dress deganimiz ayollarning uzun ko'ylagini ko'rsatishmi? Mana usti asta qo'shash masalan so'rinliq bag'ani kiydi-ku hamda. Hargiz niyozda eshitolini kiyib bo'lmaydi-ku. Shu so'ringa bag'ani kiyib olgan ko'ylak shu nima? Dress bo'ldi. Last year in another play she had to wear short socks and a bright orange colored dress. And about last year o'tgan zaman shunami? O'tgan zamonga ifodalaganda had ni ishlatamiz. Had to. Shu have to ning bir o'tgan zaman shakli-ku. Darling, it must be terrible to be grown up. O cho'qim manda bo'lib ketadi. Demakchi, siz manda bo'lishga bir 90% ishonch qila olsangiz, shu it must be. It must be. Okay, what must I do? Oy, men nima ish qilishim kerak? What must I do? Desa, come back home early, listen to the teachers, study hard, take care of yourself. Demak, Japonlar deydi, you must come back home early. Sen cho'qim o'zingni so'rab, baldiroq qaytib kel. Listen to the, you must listen to the teacher. Sen cho'qim qana o'qitishingni gapini angla, you must study hard, tirishib bo'lgan, you must take care of yourself. O'zingga yaxshi qara. Shunaqmi? Masalan, you must do homework deganda. Endi mishariki must deganimiz nima? San cho'qim qilishing kerak. Endi bu nima? San bu sharxil, buyruq xarakterlik, shu majburiyat xarakterlik narsalarga shu must deymiz. Endi bu ko'pinchisi nima? San shu o'z-o'zingdan hamda so'rab, o'z-o'zingdan xohlab turib mana qilishni qanday desanlar, kerak ta'kidlaydi. Endi men yerga have to degan jo'rasanlar, masalan, oh, I have to finish my homework. Demakchi, xohlamamsa balkim hech qanday voh, men degan topshiriqimni tugdi deb qo'yib ketmaydi nima? I have to do exercise. I have to read books. Mana qilishim kerak masalan, I have to sing a song. Demakchi, o'zingni xolim sanglar marisimga o'xshash qaranglar. Yig'lab turib deydiganmiz nima? I have to give a performance. Nima? O'yan ko'rsatishim kerak, o'yan qo'yishim kerak demakchi nima? Endi buni ifodalaydig'ini qilmasa faqat bo'lmaydi ashlar. Demak sizlarniki o'zingizning ichingizdan xohlamsizlar yo xohlamamsizlar cho'qim tashqi muhit sizlarni majburlaydi. Shu vaqtda nima deysizlar? Have to. Have to. Demek ki şu have to. Mesela I have to study English. Yig'lab turib, men ingliz o'rganmasam bo'lmaydi. I must say, oh, English is very interesting. I love it. Deb mana o'rgansanlar. Buni must deymiz. Xo'sh, amali to'g'rimi yoki xatomi bir arif bilamsizlar bolalar? I must finish work today. To'g'rimi? Yeah. I must finish work yesterday. True? No, I had to finish work. I must finish work tomorrow. Yes. I have to finish work today. Yes. I had to finish work yesterday. Yes. I will have to finish work tomorrow. Doğru? Yeah. I will have to finish. Demekçe kelgisi. Demek hem de müşareke must deganimiz hem de nima? Sanlar müşareke hazır yoki kelgusida cho'qim qilish kerak bo'lgan ishlarni mustlar qilish barlaymiz. Agar ham de shu o'tgan zaman bo'lib qolsa,
O'tgan bir ma'lum ishlarim shu qilishim kerak edi deydigan ish bo'lsa, o'sha had to ishlatamiz. Masalan, I had to finish work yesterday. Qarang, I had to finish work yesterday. Yani to'g'riladi. Tushuningmi? Amsa qarang, I personally think he's very hungry. Ma'nim deymiz. Okay. Ma'nam masalan he must be very hungry. Men o'zimcha personally degancha shaxsan men o'zimcha u qo'sqa chiqib ketdi deb o'ylayman. Ya, u qo'sqa chiqib ketdi deb o'ylayman o'zimcha degan gap bo'lib qoldi shu. I personally degan shu. Masalan, I think he's very hungry. Men o'zimcha u intayin xushal deb o'ylayman, shunami? Bu demak, he must be very happy. I personally think, men o'zimcha o'ylayman, she is very hard working. O intayin terishcha. Nima? She must be very hard working. Demak, endi must degan shu o'zimga aytdi, muqarrar deb keltirib chiqargan bir yakun ishnami? Shu abayda paramga 90% to'g'riliqqa hukm qila oladigan bo'lsanglar, shu must beni ishlatsinlar. Xo'sh, hamsa practice qilib baqlar. Practice makes perfect. Nima deymiz? Mashq qilish sizningki ingliz tilini mukammal qildi. Practice makes perfect. Xo'sh, hamsa qaranglar. Match. Even the top student in our class can't work out this problem. So, hatta shu bizning sinfdagi eng yaxshi, eng top deydigan shu, eng a'lochi o'quvchilarmi bu masalani hal qila olmadi. Demak, bu masala cho'qim qanday desanglar? Nima? Very difficult. Must be very difficult, shunami? Demak, hamda cho'qim menda. Demak, hamda bu shu bir parazni o'tirib qo'ydik, 90%lik. And you go and see a doctor at once because you've got a fever. Nima desanglar? Siz qanday qilsangiz kerak? Must. Siz berib doktorga ko'rining. Darhol at once. Chunki siz qizib qolibsiz emasmi? Masalan, he is not at school. U hozir maktabda emas. I think he nima? Menimcha u demakchi bir o'zining shaxsiy fikrini o'tirib qo'yasiz, nima? He must be ill. U cho'qim qanday qilgan? Kasal bo'lib qolgan. Endi u kasal bo'lib qolmoqchidan do'xiyat. U kasal bo'lib qolish kerak. Kasal bo'lib qolish kerak, qazvamti ya. Endi shu farzimiz nima must be. Okay. Then say, I have an important exam today, so I get ready for it last night. Endi mening bir muhim bir imtihonum bor. Shunga bugun kecha qanday qilishim kerak? Must qilishim kerakmi? No, I had to. Shunami? Demak ham demishadi. I have an important exam today, so tunigan kech, endi tunigan kecha qanday qilishim majbur bo'ldim. Shu I had to get ready for it. Unga tayyorlik qilishim qanday qildim? Majbur bo'ldim. Demak, endi holim sog'lom qilgan shu o'tgan zamonga nimsan last night deb emas, men shunga had to. Masalan, it's no smoking area. So, bu tamaki cheklangan rayon. Demak, tamaki chekmaydigan. So you must qilish kerakmi yoki nima desammi? Mustn't. Endi shu majburlar xarakteri bunday qilish ma'ni qilindi degan yoki must. Demakchi mustn't, masalan mustn't swim, mustn't smoke. So'zish bo'lmaydi. Nima qilish bo'lmaydi? Tamaki chekish bo'lmaydi degandek. Bo'ldi. Bolalar mana hashpashtigacha bugungi darsmo tugabdi. Endi bugungi darsga intayin muhim bir nuqta nima desanglar? Shu language focus. Shuni bek yaxshi ko'ringlar. Undagi so'zlikni 10 qatim kam deganda. Ko'chirib yozamiz. Ko'chirib yozganda birinchisi 10 qatingiz bo'lib, ikkinchisi 10 qatim, ikkinchisi 10 qatingiz bo'lib, birinchisini bir qatim yod. Masalan 5 so'zni bir guruh qilib, 5-so'zni yozib bo'lib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, 5-so'zni yod qilib bir qurgani yozib o'tamiz. Shunday aytmansanglar, qanday desanglar, intayin yaxshi qilib. Onun degan har 6 darsni bo'lsa bir guruh qilib, kunda yangi dars o'rganishdan burun shuni o'zingizlar bir yodlab o'tkazib o'tibchi. O'tkazib o'tgandan keyin andan yana bir naqa qilsanglar, qanday desanglar, intayin yaxshi qilib. All right. Thank you for watching. See ya. Goodbye.